Erimning baxtsiz hodisasidan keyin men juda yolg'iz edim. U kun bo'yi yotoqda yotar va hech narsa qila olmasdi. Shuning uchun hayotim butunlay zerikarli bo'lib qoldi va men bir necha oy davomida chanqagan baliq kabi aylanib yurdim. Bir kuni qarindoshimning o'g'li Rahul uyimizga qarash uchun keldi. Men uni bola deb o'ylab yonimda turardim, lekin bir kuni u dedi: Salom do'stlar, bugungi maftunkor hikoyamizga xush kelibsiz. Mening ismim Priya. Men taxminan 26 yoshdaman. 5 oy oldin erim Arun baxtsiz hodisaga uchradi va o'sha baxtsiz hodisa tufayli u jiddiy jarohat oldi. U kun bo'yi xonada yotar va yura olmasdi. U yotoqda yotardi. Baxtsiz hodisadan keyin men uyimizda butunlay yolg'iz edim. Shuning uchun erimning qishloqdagi qarindoshi unga qarash uchun chaqirildi. Bir kuni uyda o'tirgan edim. Kimdir uyimizga kelib qo'ng'iroqni bosdi. Borib eshikni ochdim va eshigimiz oldida bir yigit turganini ko'rdim. Undan "Siz kimsiz va nima bo'ldi?" deb so'radim. Keyin u eshikdan o'zini tanishtirdi. U "Xola, mening ismim Rahul" dedi va otasining ismini aytib, "Men Nilpurdanman. Otam menga telefonda aytgan bo'lsa kerak" dedi. Keyin esimga tushdi va "Hey, unutibman" dedim. Unga ichkariga kirishini aytdim va eshikni ochganimni aytdim. Rahul ikkilanib ichkariga kirdi. U "Xola, men bugun bu yerga keldim. Sizni ancha oldin to'yda ko'rganman. Turmush qurganingizda. Men maktabda o'qiyotgan edim. Endi kollejda o'qiyman. Va buni ota-onam sizga bu narsalarni yuborishgan" dedi. Shuncha gapni aytib, u menga bir sumka berdi. Sumkadan yangi meva-sabzavotlar va tuzlangan bodring hidi juda yoqimli edi. Men xursand bo'lib rahmat aytib, sumkani oldim va unga nonushta tayyorladim. Bu paytda men unga "Amakingiz to'liq tuzalib ketguncha shu yerda qolishingiz kerak. Otangizga aytdim va bu yerda qolishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Siz shunchaki o'qishingizga e'tibor qarating va menga amakingizga ozgina g'amxo'rlik qilishimga yordam bering" deb turib oldim. Rahul darhol rozi bo'ldi va men uning ichida juda xursand ekanligini his qildim. Go'yo buni eshitishni juda xohlayotgandek. Keyin u tezda tashqarida ichkarida saqlagan barcha buyumlarini olib keldi. Men unga bir xonani ko'rsatdim va Rahul kun bo'yi xonasini ta'mirlash bilan band edi. Birozdan keyin u bizga qo'shildi, lekin men uning xayoli bu joyga tez bog'lanib qoladi deb o'ylamagan edim. Keyin men Rahulni erim Arun bilan tanishtirdim. Rahul amakim butunlay yotoqda yotganini o'ylab hayron bo'ldi. Shuning uchun u qanday ishlashi mumkin? U uyda xoladan boshqa hech kim yo'qdek tuyuldi. Keyin men Rahulga haqiqat shundaki, u dahshatli baxtsiz hodisaga uchraganini va o'shandan beri yotoqda yotganini aytdim. U kun bo'yi uxlaydi va kechalari bedor yuradi. Kunlarim shunday o'tdi. Rahulning kelishidan juda xursand bo'ldim. 2 kishi tashlandiq uyga hayot bag'ishladi. Rahulning tabiati juda yaxshi edi va u menga yaxshi g'amxo'rlik qilishni boshladi. Bir kuni men uyda ishlayotgan edim va qo'shiqlar kuyayotgan edim. Rahul oshxonaga kelib, qo'limdan ushlab boshladi. Men jilmayib, "Rahul, sen hali ham bo'lasan. Sening vazifang o'qish. O'qishingga ko'proq e'tibor qaratishing kerak. Bu ishlarni qilma, men qilaman" dedim. Bunga javoban u "Ha, xola, o'qish mening ishim, lekin men unchalik bola emasman. Men 20 yoshdaman" dedi. Men Rahulga hayron bo'lib qaradim va u "Ha, xola, men endi kollejda o'qiyman. Men endi bola emasman" dedi. Buni eshitib, men butunlay jim bo'lib qoldim. Bir kuni suhbatda Rahul mendan erim haqida so'radi. "Xola, bu baxtsiz hodisa qachon va qanday sodir bo'ldi?" Men xafa bo'lib, baxtsiz hodisadan oldin u butunlay sog'lom edi va u barcha tashqi ishlarni yolg'iz o'zi bajarardi. Hammasi yaxshi ketayotgan edi va biz birga xatli yashayotgan edik. Keyin bir kuni u kompaniyadan ishdan qaytayotganda yo'lda uni mashina urib yubordi va baxtsiz hodisa yuz berdi. O'sha baxtsiz hodisadan beri hayotimiz va uyimizning ahvoli ham juda yomonlashdi.
oyog'i qattiq jarohatlangan, barcha davolanishlar qilingan, lekin u hali ham yura olmaydi. Shifokor haftada 3 kun keladi. Qolgan vaqtlarida esa filmlar tomosha qiladi va kitob o'qiydi. Shifokor vaqt kerakligini, lekin u asta-sekin tuzalib ketishini aytdi. Buni eshitib, Rahul unga qaradi. U bizni adashib 3 yil oldin turmush qurganimizni bilardi. U, "Xola, men ham eslayman, o'shanda 10-sinf imtihonlarida edim. Shuning uchun to'yingizga kela olmadim. Sizni ko'rganimdan so'ng siz otangizga ovqat olib keldingiz", dedim. Men, "Ha, o'shanda qayta turmushga chiqdim", dedim. Kunlar o'tdi va Rahul 3 oy davomida bizning uyimizda yashadi. Rahul hali ham o'smirlik davrida edi, lekin u bizning jimlay taravor oilamizda shifokordan boshqa tek u kam gapirganini aniq tushunar edi. Rahul meni yo'ldan ozdirishga harakat qilar edi va men ham uzoq vaqtdan beri xatli emas edim. Shuning uchun men ham unga qiziqib qoldim. Bo'sh vaqtimiz bo'lsa, biz ko'p vaqt birga o'tkazardik, birga ovqatlanardik va asta-sekin bir-birimizga yaqinlashardik. Va men uni seva boshladim va u ham meni seva boshlaganini bilardim, chunki endi munosabatlarimiz yangi cho'qqilarga ko'tarilayotgan edi. Endi menga Rahulning so'zlari va turli bahonalar bilan tekinishi juda yoqar edi. U menga o'yinqoq tarzda tekinar edi. Ehtimol u, "Xola, mening tekinishimga qanday munosabat bildirishini ko'rishni xohlayotgandir." Ba'zan erim haqida o'ylab juda xafa bo'lardim va ko'zlarimga yosh kelardi. Bu vaqtda menga g'amxo'rlik qilib, mehr bilan quchoqlagani Rahul edi. Ikkalamiz ham bir xonada o'tirardik va bir-birimizga g'arq bo'lib qolardik. Bir kuni Rahul to'liq bo'sh edi. Shuning uchun u oshxonaga qo'shiq kuyayotgan va orqamdan ko'zlarimni yumib, og'zini qulog'imga qo'yib, "Sunita xola, bugun barcha ishlaringizni men qilaman. Siz yerga kelib, qulay o'tiring", dedi. U sekin yumshoq yuzimni silab, xushbo'y sochlarimni quritib qo'ydi. Meni stulga o'tirqizdi va men ham endi xursand bo'lib ketdim. O'rnimdan o'rdim. U stulga o'tirdi, men esa uning tizzasiga o'tirdim. Ikkalamiz ham biroz tinchlikda o'tkazdik. Hech narsa demadik. Shunchaki bir-birimizni his qildik. 5 daqiqa o'tdi, kimdir yo'talayotganini eshitganimda ikkalamiz ham qo'rqib ketdik va men qo'rquvdan Rahuldan ajraldim. Rahul uning mendan ajralishini istamasa ham, lekin nimadir deb o'ylab mendan uzoqlashdi va kulib tashqariga chiqdi. Va u tashqariga chiqib, o'tirib birga o'tkazgan onlarimizni eslab kula boshladi. Men ham bu narsalarni ko'rdim. Shuning uchun uning yoniga borib o'tirdim, bir yuzidan qoqib, ikkinchi yuzidan shirin o'pish berdim va ketdim. Shunda Rahul, "Hey, xola, nega boshqa yuzingga